Hurmatli barberlar, hamkasblar, videoni oxirigacha ko'ring, inshaalloh foydali videolardan bittasi. Foydali bo'lsa, like, kommentlar bosib qo'yaverasizlar. Kimda mana unaqangi Magic Clip mashinkasi bo'lsa, bu mashinka staji kattalashgan sari, ishlatgan sari, men ishlatib turgan holatimda o'chmay qoldi mashinka. Zaryadlari 100% baland. O'chmay qoldi. Kulchatni o'chirib yoqayapman, o'chmayapti. Keyin mashinkani bilsalaring mana chochib tashladim. Ochib ishlab turgan holatda qizib ketdi. Tishlari qizib, o'zi ham qizib, hidi ham chiqdi. Mashinka o'chmay qolgan paytda, ishlab turavergan paytda mana shuni tagidan mahkam ushlab turib, bitta tortsangiz bu ajraydi, chiqadi mana ikkita sim. Yana joyiga tiqib qo'yib qo'yasizlar. Mashinka yana oldingi holatida ishlaverar ekan. Bu massa beribmi bir nima bo'lib qolar ekan. Yana kirishkalarni yopib, mazza qilib ishlataverasizlar. Mabodo mana batareyka ham silaviy bo'lib qoladi. Ishlatganlarning sari bu batareykani alishtirish yo'li ham bor. Tishini ham alohida sotadi bilsalaring. Tishini ham almashtirib olsalaring, yana katta rasxod qilib yangi olib yotmaysizlar. Bu mashinkani umri uzoq, inshaalloh ishlataverasizlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like, kommentlar bosib qo'yaverasizlar. Yanada foydali videolar chiqarishga harakat qilaveraman. Sizlardan поддержка.